tavba qildim. Hali o'zimni qizim bilan ham gaplasha olmaymanmi telefonda? Hali shoshmay tursin, ko'rsatib qo'yaman men bularga. Ey, jonimga tegib ketdi. O'tirsam o'pa, o'tirsam bu hamma ishimni aybdor turadi. Qizim, menga qara. Hop deganda o'zingni bilganingdan qolmagan. Tushundingmi? Bo'ldi, shunaqa bo'ladi. Hayot shunaqa. Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizingizni hayotini buzib nima qilasiz? Undan ko'ra telefonni yechtirib qo'ygan, telefon tutmagan, qaynining duosini olib o'tirgan desangiz bo'lmaydimi? Basharang qursin, qo'rqitib yubording odammi? Shunda Guldek qizimni berib qo'yganmi? Bilmadim, oyi, lekin Guldek qizingiz oilasini buzib qo'ymayman ish qilib. Kartochka palov, bu qilduvdilar oyijon. Moshxo'rda qilib qo'ydim. Bo'ptilarmanmi, oyi? Ey, menga qara. Oilaga chetga kelib yashay qolsinlar, baribir uydagi hamma narsani bilib o'tiribdilar-yu. Aka, yoqibdi-yu yo'ga. Onam bilan ham telefonda gaplasha olmaydim. Hozir borib buzib tashlayman men uni. Kimni buzasa? Hech narsadan xabaring yo'q. Aql bilan ish qilgan, kuyovlarni payg'ambarlar siylagan. Oyi, shu yerda adam yo'ringlar bilinyapti-da. Senim bor narsani olib chiqib tuzaga o'tib kelamiz sen. Aka, yana olib keldingizmi? Menga qara, senim ko'chada bolalar bilan urushib, tiqetsa oyim yetkazgan paytdan o'tib ketgansan o'sha. Hamma narsani uyga olib ko'rmagan unaqa gap deb. Kuyovni qanaqaligini bilaman. Agar senga nimadir qilganda men o'zim bilardim qanaqa gaplashishni. Uyga kirganda uzuring so'rab qo'y. Ha. Kuyov tuzumsiz? Uy kirmasdan ketyapsiz? Boshqa safar. Senimdan xafa bo'lmaysiz. Ozgina yoshlikda erkatoy qilib o'stirgan ekanmiz. Ayol kishi bilasiz, qiyshiq o'g'ridan yaralgan. To'g'rilayman deb sindirib qo'yish mumkin. Og'irroq bo'lasiz, ozgina yo'l-yo'lingizga tushirguncha. Boringizga shukr. Men ham ozgina qizishib ketib qoldim. Oilada ozgina tushunmovchilik bo'lib turadi-yu. Tushunganingizga rahmat.